Bizda kecha soat hozir 12 bo'ldi. Mana hozir ko'chaga ovqatlanganini chiqdik. Kechasi Xitoy hayoti juda ham boshqacha bo'ladi. Bu bo'lsa Xitoylarning eng yaxshi ko'rgan delikateslardan biri 8 oyoli bo'ladi. Xitoy o'zi tayyorlangan svejiy yogurt, o'zingizlar xohlagan mevadan yogurt qilsanglar bo'ladi. Xitoyda bunga o'xshagan ko'cha ovqatlari juda ham ko'p. Juda uzun ko'chaga joylashgan bo'ladi. Kecha soat 12 da kelsanglar ham, 1 da kelsanglar ham har dam nimadir topsanglar bo'ladi ovqatlangani. 这是哪个？这个是吧？这个是金莲园吗？啊，那个是这样，是有点像那个提拉米苏是吧？这个金莲园，这个是哪个？哎，这是什么口味的？这是草莓。这是芋泥。芋泥，这是水果的是吧？蓝莓，要不带一个蓝莓的吧？好，多少钱26块。 26哦。大包吧，少这。啊，大包啊，到这边说。好嘞。那不客气啊，谢谢啊，谢谢。啊，谢谢。Manga o'xshagan shirinlikni yaxshi ko'rgan odam aniq bunaqa joylardan o'tib keta olmaydi. Chunki hamma joyda shunaqa har xil tortlar bor. Men o'zim yaxshi ko'rganim, qulupniyni yaxshi ko'rganim uchun o'zim qulupnidan oldim. Bor yo'g'i 26 yuan bo'ldi. 26 yuan ham, lekin O'zbekiston solishtirgan unaqa qimmat emas. Qanday hamma aytadi, bunaqa shvarelarni Xitoylar ko'p deydi-yu. Atak buni o'zingizlar ko'rsanglar. Mana hamma kelib mana. Hammasi videoga olyapti. Atak bu yerda odam turgani yo'q. Juda kamchilik edi lekin. Atak, siz ismi? Labdisi. Atak, hamma joyda odam bor. Atak, bu joyda, aynan mana shu joyda mana hech kim yo'q. Bu yoqda ham odam bor, mana bu yerda odam bor. Atak chigirtka, masalan, boshqa narsalarda odam yo'q lekin. Bu yerda bemalol halol ovqatlarni ham topsanglar bo'ladi. Mana men bu yerda kelayotganimizda o'zi ko'rsanglar arabchaga o'xshagani yozilgan. U yerda Sinjanning o'zini kabozi. U yerda somsa qiladi. Somsa oldim mana, lekin matchga qaraganda sal qimmatroq, 10 yuan, lekin men mazasini ko'ramiz. Mazasi matchkidan umuman boshqacha. Matchki tandirda qilingan. Bu uyimizda qilingan, duxovkada qilingan, anaqa o'xshaydi, somsalarga o'xshaydi. Ichida to'rt nachinkalar ham ko'proq. Lekin men o'ylashim bo'yicha 10 yuanga bari sal qimmatroq lekin. Lekin chirasi bo'ladi, ham emas. Agar sizlarga Xitoyda yashayotgan o'zbek studentini hayoti qiziq bo'lsa, podpiska bosishni esdan chiqarmaymiz.